Hammaga salom. Va men Asilbekman. Va mening bugungi videomga xush kelibsizlar. Va mening o'limiga 6 kun bo'ldi. Lekin men hali ham fashistlarni ko'rmadim. Ya'ni dushmanlarni. Bilmadim ular qaysi davlat fashistlari. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men ularni yo'q qilishim kerak. Men albatta yo'q qilaman bularni. Va hozir men bir joyga borishim kerak, ya'ni fashistlarning odamini oldiga. Uni men qayerdan bildim sizlar? Uydan shovqinlar eshitildi. O'shandan bilib oldim. Va bunaqa ham sotib oldim. Hozircha kerak emas. Hozir uni oldiga boraman-da, uni kallasini olaman. Oddiy kallasini olmayman, undan foyda qolaman, ya'ni uni o'ldirib, ya'ni oddiy o'ldirmayman. Undan qurol olaman yaxshiroq. U qurol menga kerak bo'ladi deb o'ylayman. Xo'sh, bizning odamimiz Pandajon. Salom, siz kimsiz? Meni tanimaysan. Xullas, seni menga qurol berishing kerak. Nima? Qanday siz tanmagan odamga birdaniga qurol berib yuraman? Hali senda qurol bormi? Ha? Bir narsani aytsam, seni men fashistlarning odam ekanligini bilib qoldim. Nima? Qanaqa fashistlar? Hali bizda dushmanlar ham bormi? O'shalardan biri sen. Hozir seni otib tashlayman. Bo'ldi. Otmang. Nima qilay? Aytib turibman-ku. Qurollar qayerda? Qurollar. Bilaman qurollar borligini senda. Qurollar 17-uyda, 17-chi. 17-uydami? Mayli, seni men tirik qoldiray. Mayli, seni men tirik qoldiraman. Hech qanaqa. Endi men qurolni olishim kerak. Buncha yerda zo'r qurol bo'lishi kerak. 17-uy mana shu. Bu yerda qanaqadir joy ochilibdi. Ochilmagan bilmayman. Mana sandiq bor ekan, qani ochib ko'raylik-chi. Joyda qurollar bor. Hozir bularni olaman. Avem yaxshi. Va o'z bu yerda kiyimlar, zo'rxoncha, zo'rlar bor ekan. Mayli. Hozir men mana bu yerda nima bo'lganini aniqlashim kerak. Undan oldin esa biz dam olaman, keyin ya'ni tayinlanishim kerak. Dam olib juda ham charchadim, chunki borib dam olishim kerak. Men yaxshi inson edi. Mayli. Aytgancha, mayli, ertaga qilaman u boshqa ishlarimni. Qanaqa ish desanglar, xullas men qaranglar, men hozir ana u joyda bitta odam bor. Mana joyda, merda oldin uyni oldidagi. Shu joydan bitta odam menga kerak. Men uchun. Shu odam menga kerak. Aytgancha tursa men bunaqa sotib oldim. Chunki qorong'i bo'lib ketdi. Buni yoqsak mana bu yerni yoqiladi. Uyimiz yorug' bo'lar ekan. Bu juda ham dahshat yo'ritar ekan, menga yoqdi. Hozir bularni bu yerga solib qo'yamiz. Va kerak bo'lganda olamiz. Qayerga siraga joy solib qo'yaman. Mana. Endi bularni bunday qilib chiqsam, keyin esa buni aylantirib yuboraman. Xato ketdi. Hozir
aylantirib yuboraman. Hop, shunday bo'lar ekan. Aylantirib yuboraman. Bo'ldi, keyin buni bu yerga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Shuncha qurol-jarog'lar bor. Qurollar uyimda to'lib ketdi. Mayli, endi asta-sekin uxlasam bo'laveradi. Buni mana o'chirib qo'yik. Eshik qilib va men o'zgina uxlab olay. O'zgina. Va do'stlar, hozir ertalab ham tushdi. Endi ko'chaga chiqishni boshlasam bo'ladi. Xo'p, men bir joyga bormoqchiman, ya'ni qabristonga. Mana bu oldimizda bor, qishloqda oldida. Chunki qishlog'imiz qayerlar ochiq joy, o'shaning uchun oldida qurilgan. Va men hozir qishloqda qabristonga bormoqchiman. Chunki mer o'sha joyda yotibdi. Joy jannatdan bo'lsin. Men hozir boraman va merni ko'rib kelamiz. Mana shu yerda ana qabriston. Hamma o'lib ketadi. Salom. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz? Men shu odamning ukasi bo'laman. Shu joyda yotgan odamning ukasi bo'lasizmi? Ha, men ukasiman. İsmingiz nima? George. Ko'rgani keldingizmi? Ha, ko'rgani keldim. Yaxshi. Joy jannatdan bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Mayli George, men merni eng o'ng qo'li bo'laman, xullas. Mer menga ko'proq qarardi, mayli. George, sizga hech nima kerak emasdi, aytsangiz sobiraman, berib yuborardim. Yo'q, hamma narsa bor, lekin pul yo'q-da. Pul muammosimi? Siz meni ukasi ekansiz, men sizga yordam qilmasam bo'lmaydi. Mayli George, siz akangizni qarang, mayli. Men sizga pul beraman, chunki siz meni ukasi ekansiz. Mer juda ham yaxshi inson, shuning uchun yaxshi inson bo'lganlar. Shuning uchun sizga pul beraman. Keyin bizning uyga ham kirib o'tmaysizmi? Yo'q, shart-emas. Shahardan keldingizmi? Ha, juda ham uzoq yo'l. Ha, ko'rinib turibdi. Uzoq yo'l bo'lsa, sizga pul kerak va shu yerda bo'lib turing, pul olib kelaman. Yo'q, merni uyga kirib turavering. Ya'ni akangizni uyga. Xo'p. Yaxshi. Eshitdilar, meni ukasi George'ga pul kerak ekan. Men deysa pul yo'q, lekin qayerdan olishni bilaman. Lekin nimaga o'zim olmayman? Chunki menga pul kerak emas. O'zi yaxshi uyim bo'lsa, ovqatim bo'lsa, hamma narsam joyida, pul nimaga kerak? Mana bu siqirtnaga. Men pul qayerdan olishni bilaman, o'sha joyga boryapman. Merdini oldida. Mana. Buni ismi Shon. Va bu menga pul berish kerak. Eshik ochiq ekan. Salom Shon. Salom. Xullas men bir ish bilan keldim. Qanaqa? Xullas menga pul kerak. Pul? Ha, pul. Pul senga nima kerak? Axir pullaring hammasi joyda-ku. Nima deysan endi, hayotda biz ham yashaymiz, ichamiz. Suv ichamiz. Boshqa narsa ichmaymiz. Televizorda yoqchi, bunda yoqchi.
Sog' bo'larkan. Pul berman. Men kerak pul. Qanday men senga pul berishim kerak? O'zing top pulni. Xullas, men sen mana shu do'konni ochishing uchun, oziq-ovqat do'koni ochishing uchun men senga yordam berganman. Va sen buni qilishing uchun men yordam berganman va sen menga hech narsa bermagansan. Shuning uchun menga pul bilan yordam berishing mumkin. Senga hech qachon pul bermayman. Aniqmi? Ha, bermayman. Mayli, o'zing bilasan, lekin o'ylab ko'r. Yo'q, bermayman, yo'qol. Mana senga. Urma meni. Pullarni olaman. Hozir militsiyaga telefon qilaman. Telefon qilaver, ungacha o'lib ketasan. Yaramas. Mening ham haqqim bor bu yerda. Axir men ham o'zimcha harakat qildim bu do'konni ochish uchun. Unga pul berdim. O'zini eng yaqin do'stim bo'lsa ham yo'q qilaman. Eng yaqin do'stim emas, oddiy bir sotuvchi. O'qlar shart emas. O'zini olib kelsam, o'zini ichida o'q bor. Hozir menga kursdaman. Politsiya nomerini ichiydi-yu. Politsiya nomerini qo'ydingmi? Yaramas. Do'shim chiqmay o'lib ketdi. Mayli. Eng muhim pullar menda va shunga berib yuboraman. Shuni qiynalyapti ekan, demak unga pul kerak. Pullar esa inventarimda bo'lgan. Inventarimda. Endi esa shon hozir qabristonda bermayman-ku pullarni. O'shaning uchun shon kelishini kutamiz. Va ungacha bir ish qilib ko'raman. Ya'ni oddiy videolarni tayyorlab qilaman. Shon kelsin. Meni uyimga taklif qiluvdimmi? Mayli. Shon xullas men qanaqa Shon? Jort xullas men sening ismingni Shon deb adashtirib yuboribman. Qaysi Shon? Bir do'konchi Shon bor edi-da. Yaxshi. Hech nima qilmaydi, hech narsa yo'q. Menimcha videoda ham Shon deb gapirgan bo'lsam kerak. Jorj. Xullas qara Jorj. Men senga pullarni bera olaman. Va men pullar bor menda. Rostdanmi? Ha. Hozir berib qo'yaman. Xo'p, Shon, sening pullaring joyida va hozir beraman. Mana olishing mumkin. Bu muncha ko'p. Olaver, nima qilibdi? Katta rahmat sizga. Как раз pulim yo'q edi. Katta rahmat. Shon, faqat bitta muammo bor-da. Qanaqa ekan? Akang uchun kurashishimiz kerak. Akang bilaman. Vafot etdilar. Lekin kurashishimiz kerak. Qanday deysang, xullas Jorj. Hozir ham shunday deyapman. Shonni uzr do'stlar, shunday yo'ryapman. Kim bilan gaplashyapsiz? O'zim. Xullas shunaqa. Короче, unday qilib o'sha akangni fashistlar o'ldirib yuborishdi. Fashistlar? Yana qanaqa dushmanlar? Fashistlarda dushman. Qanaqadir davlat fashistlari. Va o'shaning uchun hozir fashizm bo'lyapti menimcha. Bu onamda davlat. Lekin hozir davlatimiz tinch-ku. Fashistlar yo'q. Lekin qishloqqa birinchi fashistlar keldi bu yerga.
Bilmadim nimaga. Xullas fashistlarni yo'qotish kerak. Akang uchun. Men sizni tushundim. Tushungan bo'lsang yaxshi. Men bilanmisan? Ha. Unda yo'qini bunday hal qilamiz, ya'ni ertaga hal qilamiz. Sen pulni olding va ana uydan 21-uyda tunab qolsang bo'ladi. Katta rahmat. Mayli, o'sha yerda tunab qol. Men esa hozir dam olaman. Mayli, sog' bo'ling. Va obunachilar, bugun video tugadi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim bilan gaplashyapsiz? Xullas